1100 kilometrdan kelgan bemorimizni Singapur amaliyotini o'tkazib berganmiz va 1 oylik natijani sizlar bilan ulashmoqchimiz. Bemorimiz ko'zlarida qarasanglar bo'ladi. O'zi ko'zlari chiroyli, lekin asosiy shikoyatlari ortiqcha terilarga psichka chizganda, o'sha makiyaj qilganda ko'rinmayotganligidan shikoyat qilgandilar. Bularda ortiqcha to'qimalarni olganmiz va nisbatan chuqurroq bemorimiz xohlagandagi skladka yasab berganmiz va 1 oylik holatda qayta ko'rga ketdilar. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bu bizning boshlang'ich natijamiz. Jarohat izlarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa akkuratni bityapti, qizarish, ko'karishlar minimal darajada kameraga qarab beramiz. Yevropeyskiy vzglad Kleopatra nigohimiz va mana shunaqa chiroyli boshlang'ich natijamizga erishganmiz. 2-3 oyda yana ham ko'zimiz tabiiylashib, bundan ham chiroyli holatga keladi. Ozgina bemorimiz fikrlarini eshitamiz. Natija yoqdimi? Ha, doktor Jo'rayevni 2 yildan beri kuzataman. Keyin geldim yanlarına, Renesans klinikasına ve işlerinden memnunman. Mutlaka ağrıksız, hemmeye tavsiye etaman. Shuning chiroyli gözlerinizə tekrar kavuşuşlarınızı nasib etsin. Natijamizga hozir baho beringlar. Xorazmlik bemorimiz natijadan mamnunlar. Sizlarga ham shunaqa natija qilib beramiz. Qabringizni kutib qolamiz.